نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي. Bugun inshaalloh 3-darsimiz ekan. 3-darsimiz sahobalar haqlari haqida gaplashib o'tamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahobalar ular shuncha qiynalib, aziyat chekib, mana shu islom dinini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan o'rganib, shu tariqa go'zal suratda bizga, ya'ni mana shu payg'ambarimizning ummatlariga yetkazdilar. Va hozirgi kunga qadar mana shu biz bemalol mana shu islom dinida yurishligimiz, bemalol ta'lim olishliklarimiz mana shularning orqasida mana shu sahobalarimizdek bo'lmish zotlarni xizmatlari juda ham kattadir. Ularning vojiblarini qilishimiz ham bizga shart bo'lar ekan. Endi sahobalarning haqlari. Huququs sahabatu radhiyallohu anhu. Birinchi haqlari iqtida'u fadlihim. Ya'ni ularning fazilatiga e'tiqod qilishlik. Ya'ni biz ularni fazilatliklarini bilishligimiz va ana shu fazilatlarga e'tiqod qilishligimiz kerak. Misol uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu halimlikda tengi yo'q zot bo'lganlar. Shunday musulmonlarga shunaqa halimli bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu agar jang qiladigan bo'lsa, g'azotlarda, urushlarda jang qilsa, mushriklarga shunaqa jahl bilan shunaqa jiddiy jahdi paydo bo'lib shunday bo'lib ketganlarida haligi sahobalar Abu Bakr Siddiqni tanimay qolishgan. Shunday halim zot, musulmonlarga halim bo'lgan zot mushriklarga shunaqa jahldor bo'lib qolishgan. Mushriklarga shunaqa g'azabda bo'lardilar. Umar radhiyallohu anhu adolatda tengi yo'q bo'lgan, har bir ishda adolat qilganlar. Hattoki boshqa tomondan elchilar bo'lib kelib, musulmonlarga kelib, qani sizning podshahingizga xabar olib keldim deb ko'rsatishganda, ular Umar roziyallohu anhu o'ziga bitta kulba yoki o'rindiq kursilarda o'tirmasdilar. Umar roziyallohu anhu oddiy bitta daraxtning tagida o'tirib kutib olganda haligi elchi hayron bo'lgan, "Shumi sizlarning podshohingiz?" deb. U Umar roziyallohu anhu shunday adolatli bo'lganliklaridan o'zini nomiga bitta uy qurdirib yoki oddiy bir o'rindiq qurdirib uni ustida o'tirmaganlar. Usmon radhiyallohu anhu oladigan bo'lsak, shunday hayoli bo'lganlar. Hatto Usmon radhiyallohu anhuning hayosidan farishtalar ham hayo qilishgan. Misol uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Umar radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhular kirib kelishgan va boshqa sahobalar bilan Rasululloh o'tirganlarida yonboshlab, ko'ksilari ochiq holatda yonboshlab gaplashib, suhbat qurib o'tirishayotganlarida oldilariga Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu keladilar va shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirib kiyimlarini yopib oladilar va shunda Rasululloh haqida nimaga bunday qilganliklari haqida sahobalar so'rashganda Usmon radhiyallohu anhudan hattoki farishtalar ham hayo qilgan deb javob berganlar. Ali ibn Abu Talibning fazilatlari haqida bir hadis ham kelgan. Va an Muhammad ibn Hanafiya radhiyallohu rahimahulloh alayh. Muhammad ibn Hanafiyadan rivoyat qilinadi. Qola aytdiki, qultu li abi, otam uchun aytdim. Ayyu Ali ibn Abu Talib, ayyun nasi khayrun ba'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Abu Talib dadalari Abu Talib bo'lganlar va ana shu Abu Talibga aytdimki, Rasulullohdan keyin insonlarning eng yaxshisi kim bo'lgan deb so'radim. Shunda dadam aytdilarki, qola Abu Bakr. Qultu thumma man? Qola thumma Umar. Shunda so'raganlarida Abu Bakr deb javob berdilar. Keyinchi desam Umar deb javob berdilar. Va khashitu an yaqulu Usman. Va men keyingi yana kim deb so'ramoqchi bo'lsam Usmon deb javob berishliklaridan qo'rqdim va qultu aytdimki, "Thumma anta?" Keyin senmi deb so'radim. Qola, dadasi aytdiki, "Ma ana illa rajulun minal muslimin."
Shunda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu men musulmonlarning ichidan oddiy bir kishiman xolos deb javob berdilar. Demak, bu yerda Ali ibn Abu Talib shunday ham kamtar bo'lganlar. Shunaqa sahoba bo'lib turib, kamtar bo'lganlar. Ali ibn Abu Talibning fazilatlaridan bo'lgani, ya'ni bu kamtarliklari ham shu hadisdan kiradi. Inshaalloh ikkinchi hadis ash-shahadatu bil jannah liman shahida lahu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bil jannah. Jannat bashorati berilgan sahobalarni xuddi shunday Alloh va Rasuli qanday qilib jannat va rasulini bashoratini bergan bo'lsa, shunday qilib iymon keltirishligimiz, ishonishligimiz. Unga hadis ham bor. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ning hadisi. Anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, Talha fil jannah, Zubayr fil jannah, Abdurrahman ibn Avf fil jannah, Sa'd ibn Abu Waqqas fil jannah, Sa'd ibn Zayd ibn Umar ibn Amr ibn Nufayl fil jannah. Va 10-chisi bo'lsa Abu Ubayda ibn Jarroh fil jannah. Ya'ni mana shu 10 ta bashorati berilgan sahobalarni sanab o'tganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Bulardan boshqa yana Rasulullohning bu hadislarini eshitib o'tirgan sahobalar bizga-chi ya Rasululloh deb so'rashganda sizlarga ham shular qatoridan deb aytishgan, bashorati berilgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatda Bilolning kavushlari namozini eshitdim deb aytganlar. Yana ko'p qancha sahobalar mana shu jannat bashoratini olishgan, bu 10 tadan tashqari. Qanday ham sahobalarimiz bo'lgani, qanday ham ulug' zotlar bo'lgani, tirikligida jannat bashoratini, jannat xushxabarini eshitganlara qanday ham baxta. Bizga ham jannatlarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan u zotning ashablari bilan birga bo'lishlik, ko'rishlik bizlarga ham nasib qilsin. Amin. Keyingi haqlaridan biri muhabbatuhum radhiyallohu anhu. Ya'ni ana shu sahobalarga muhabbat qo'yishligimiz, ularni yaxshi ko'rishimiz va ularga maqtovlar aytishligimiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalar haqida shunday hadis aytganlar: sahobalarim ular mening yulduzlarimdir. Kim qaysi biriga ergashsa ham adashmaydi deganlar. Sahobalarimiz radhiyallohu anhumolar, ular payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni qanday ham yaxshi ko'rganlar. Misol uchun Abu Ayyub al-Ansoriyni oladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida u zotni uylariga kelganlar va ana shunda Abu Ayyub al-Ansoriy ayoli bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam pastda yashayotganlarida quloqlari bilan eshitib ko'rardilar. Payg'ambarimizni qayerda deb gumon qiladigan bo'lsalar, agar Rasululloh o'rtada deb gumon qilsalar, chekiga o'tib olishardilar. Chekida deb gumon qilsa, o'rtaga o'tib olishardilar. Bir kuni ko'zalaridagi suv to'kilib ketganlarida o'zi bir donagina yopinchiqlari bor edilar va ana shu yopinchiqlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ana shu tushib bir tomchisi ham ozor bermasin deb yopinchiqlarini ana shu suvga tashab qo'yishgandilar. O'sha kecha o'zlari soqatib uxlamasdan ayoli bilan bir-biriga yopishib shu vaqtda issiq deb shunday qilib tunlarini o'tkazganlar. Shunday sahobalarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ular shunday yaxshi ko'rganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir dona soch, bir dunyo uyumda dunyoni oltinlari, tillolari turgandan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir dona sochlari turganlari afzal deganlar. Ular payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahorat olsalar, tahoratidan oshib qolgan suvlarini ichib olishardilar. Ular payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rganlar. Agar payg'ambarimiz tahorat olishliklari uchun suv olib kelishga buyursalar, sahobalar talashib, hatto urush bo'lib ketishiga ham oz qolib ketardi. Ular shunday yaxshi ko'rganlar. Ular payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Savr g'oridagi voqeasida
Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasulullohni kirgizmasdan o'zlari kirib savr g'origa har bir burchaklarini tekshirib, zaharli narsalar yo'qmikan, chaqadigan narsalar yo'qmi, chavaklarga qo'llarini, oyoqlarini solib ko'rardilar. Ular payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rganlar, ular shunday yaxshi ko'rardilar. Jonlarini ham, mollarini ham payg'ambarimizdan ayamasdilar. Ular islom dinida shunday qilib o'rin qoldirganlar. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunday yaxshi ko'rardilar. Payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rgan zotlarni biz nima uchun yaxshi ko'rmasligimiz kerak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarini ular mening yo'lchi yulduzlarimdir deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan zotlarini va ular ham payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan zotlarni nima uchun biz yaxshi ko'rmasligimiz kerak? Biz ularni hayotlarini o'rganib, amalda qo'llab va ana shu sahobalardan o'rnak olishligimiz siz-u bizlarga ham nasib qilsin. Jannatlarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan va payg'ambarimizning ashablari, sahobalari bilan birga bo'lishlik bizlarga ham nasib qilsin. Ularning keyingi haqlari: al-istig'faru lahum va du'ahum va tardi anhum. Ularga, sahobalarga istig'for aytishlik, duo qilishlik va Alloh taolo ulardan rozi bo'lishligini so'rashligimiz kerak ekan. Biz har bir namozlarimizdan tashqari sahobalarimizni ham yodlarimizdan chiqarmasdan ularga istig'for, duolar aytishligimiz va Alloh taolo ulardan rozi bo'lishligini so'rashligimiz kerak ekan. Chunki islom dini bizga mana shu shariat yetib kelishligiga sababchi bo'lgan zotlar mana shu sahobalar bo'lganlar. Siz u bizni ta'lim olishliklarimizga sababchi bo'lganlar mana shu sahobalarimiz bo'lganlar. Eng haqlari adamul alimina fihim va adamu sabbuhum. Ya'ni ularni so'kmaslik. Inkaru ala man ta'ana fihim wal bara'u minhum. Kim ularni so'ksa, inkor qilishligimiz kerak. Sahobalarni so'kadigan odamlar, ana shularni biz ko'radigan bo'lsak, darhol o'sha joyda inkor qilishligimiz, qaytarishligimiz kerak. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Sa'd al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadislariga binoan: "La tasubbu ashabi, falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarimni so'kmanglar. Albatta sizlar Uhudchalik oltinni nafaqa qilsangiz ham ularni bir hovuch yoki yarim hovuch qilgan nafaqalariga teng kelmaysizlar degan hadislarga binoan sahobalarni so'kmasligimiz va hattoki ko'chalarda eshitib so'ktirmasligimiz kerak. I'da'u adalatihim va bara'utihim minan nifaqi va masawil ixloqi. Keng haqlari ularni adolatli bo'lishliklariga e'tiqod qilishligimiz, munofiqlik alomatlaridan pok deb e'tiqod qilishligimiz, sahobalarni har bittasida adolat bo'lgan, har bittasi adolatli bo'lgan deb e'tiqod qilib, shunday qilib yashashligimiz va ularni zarracha ham munofiqlik alomatlari bo'lmagan deb e'tiqod qilishligimiz kerak ekan.